Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizdan yaxshimisiz? Rahmat. Qayerdansiz aka? Ismingiz nima? Surxondaryodanman. Surxondaryodan. Surxondaryoda qayerdansiz? Sho'rchi. Sho'rchidan. Ismingiz nima? Yoshingiz nechida? Yoshim 31da 94 yilman. 94. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Hozir Peterdaman. Peterda. Nima ish qilyapsiz aka Peterda? Pasovkada guruch. Pasovkada guruch pasovka qilasizmi? Ha, Aka qancha bo'ldi kelganingizga? 2 yil. Ketmadingiz 2 yildan beri. Ha? 2 yildan beri ketmadingizmi deyman? Yo'q. Bizni kanalda kim tavsiya qildi? Qanchadan beri kuzatasiz? 2020dan beri kuzataman. Voy, eski obunachisiz siz. 5 yildan beri kuzatasiz bizni. Gap yo'q. Biror narsa yutganmisiz aka? 5 yildan beri ham o'ynab yuraverasizmi? Yo'q. Endi bilmadim endi. Abomatda. Lekin ishonch bor edi. Ishonch bormidi deyman, 5 yildan beri o'ynab kelibsiz. Ha, Hayajon bormi yo gapim yaxshi bormayaptimi? qayerdan bityapman. Nechta farzand bor aka? Xudo oladi endi. Ha, endi, iloyim bersin, farzandga to'lsin. Xo'sh, nechta bilet oldingiz 57-turga? Bitta oldim. Nechi bilet raqam? 1273. 1273. Biror narsa yutsam ketaman deb niyat qiluvdingizmi qilib? Yo, yana sezonda olasizmi? Nasib bo'lsa, yo'q aytamiz. Ey iloyim, qayting, uydagilar ham sog'ingandir-ku. Tabriklayman. Jetta VS degan Jeep avtomobilimiz sizga nasib qildi. Yangi salondan. Qutlu bo'lsin. Rahmat. Rahmat aka. Mana shuncha yildan beri o'ynaganingizga omadingiz keldi. Yangisini yutdingiz mashinani salondan. Tabriklaymiz. Va oldingizda odam bor ekan, poddeshkaga. Va akani xarakteri shunaqami o'zi? Ha, shunday. Sal kam gapira. Qani siz ham ko'riningchi, bir ko'raychi sizni ham. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Rahmat. O'zi tinchmisiz? Rahmat. Siz qayerdan bo'lasiz aka? Bir joydamiz, Sho'rchidan, Surxondaryo Sho'rchidan. Gap yo'q aka. O'yinda bilet olgandan xabaringiz bormidi? Yo'q. Aytmaydi bu. O'z ko'rinishi aytib turibdi, men ham zo'rg'a gap so'rab olyapman. Aytmaydi bu. Ha. Hozirroq kam gapiraqla. Mayli. Ko'proq bu. Mayli. Ishni qilsa bo'ldi samigilam. Ha, ishlaydi. Aka tabriklaymiz akani, siz ham tabriklab qo'ydingiz ham. Rahmat. Yangi Jeep avtomobil nasib qildi akamizga. Maza qilib minib yuradi salondan, xudo xolasa. Ana, Xudo xohlasa. Buyursin. Gap yo'q. Qani o'zini ham ko'rsating endi meni uyatchan akam. Ismingiz nima dedingiz? Sardor. Sardorbek. Sardor, ha? Gap yo'q. Bir obunachilarga bir yaxshi tilaklar bildiring endi Sardorbek. Yetti dedi ben. Ha, Rahmat aka. Jetta VS7 internetga yozsanglar ham chiqadi sirazi. Volkswagen bilan birga ishlangan yaxshi mashina. Sardorbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ertaga aloqaga chiqaman. Pasport berasiz, sirazi harakat qilamiz, salondan yozdiramiz mashinangizni. Ana shu uydagilar nomiga. Hammaga rahmat. Obunachilarga hammasiga rahmat. Gap yo'q.
Sog' bo'ling uka, bir narsalar ichib oling endi, suv bu. Bo'pti mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, omadingiz bersin uka. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi, muhtar. Bugun Den Kirgiziyami deyman-da, o'sha ikkinchi obunachimiz telefon qilyapman. Qirg'izsiz adashmasam. Qirg'iz. Qirg'iztonlikmi yo O'zbekistonning qirg'izimi? Qirg'iziston. Qirg'iziston. Qayerdan Qirg'izistonda opa? Alay. O'sh Alaydan. Bizni kanalni kim tavsiya qilgan? Qanchadan beri kuzatasiz? Ben Бьемdan gördüm Telegram'dan. И ему не сообща один билет купила. Bu yerimi endi? Ama Bьем aytmay aldım bile. Ha. Irizga aytmasdan bilet olgansiz. Gapi, ismingiz nima opa? Endi aytib o'ramiz biz hammaga. Merim. Merim, Mayramda endi. Bayram bizda Mayram. Gap yo'q. Opa, qayerdasizlar hozir o'zi? Mayram opa. Moskvada. Moskvada nima ish qilasiz? Ben salonda işleyim. Bьем повар. Ha, Iris Power siz salonda ishlaysiz. Opa, bari kimdir tavsiya qilgandir bu o'yinda. Qanday obuna bo'ldingiz bizga? Erimden gördüm. Telegram'dan. Sled görüp постоянно. Ha, Iris kuzatib boradi. Irisdan ko'rib, siz bu safar bilet oldingiz. O'zi qayerda hozir? Pochchamiz ismi nima? На работе. Потому что я дома. Ha, tushunarli. Nechi bilet raqam opa? Билет рахым сейчас. 29.02. 29.02. Да. Nechta farzand bor? Bormi farzand? Merhaba opa. 3. Vah, umrini bergunlari. Opa, tabriklayman. Yangi Jeep avtomobili sizga nasib qildi. Quli bo'lsin. Чао, rahmat. Yaxshi kunlarga nasib qilsin opa. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Rahmat çok. Yaxshi tilaklar bildiring. Juda ko'p ayollar kuzatadi bizni Qirg'izistondan oxirgi payt. Kecha ham so'rashuvdi Qirg'izistondan katta yutuqlar chiqadimi deb. Ishonish kerak ekan, что выйдет. Ko'pchadan aldım. Во многих этих брала. У меня муж Бьем 2021-жылы Улукбек Рахмоновпы ошондой Рахма бир нерсе дегенден алган. Тоже выиграл. Ha. Ошол жактан бутуп алгандан кийин стали вот брать тоже покупать. Аламыз да. Вот недавно Москвага келип Бьем телеграммдан көрүп калдым эле. А он говорил, что нужно у вас купить 50-й, либо 60-й алабыз деп атканда ошо чоң финалында алабыз деп аткан. Анан мен чыдабай эле чоң тур 57-й чоң тур дегенден ошодон алып алдым айтпайчы. To'g'ri. 55 ta katta o'yin qilib turib, 60 ta katta o'yin qilmoqchi edim, o'rtada bitta qo'yib yubordim. Srochna. Gap yo'q. Mayli opa, omadingiz bersin. Rahmat çok. Mayli opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklayman. Ertaga aloqaga chiqamiz sizga opa kunduzi. Rahmat. Charchamang. Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz aka? Alaykum assalom. Sog'misiz? Rahmat. Aka, qayerdansiz? Ismingiz nima? Men Farg'onadan. Farg'onaning qayeridan? Vodil. Vodildan. Hozir qayerdasiz aka? Nima ishlar bilan bandsiz? Kaliningraddaman aka. Aka, VPN'da ko'ryapsizmi? VPNmi hozir? Yo'q. Ha, bo'ldi. Ovozimcha kech borayotganiga hayron bo'ldim-da. Aka, nima ish qilasiz sir bo'lmasa Kaliningradda? Endi bankir bo'lmaymiz-ku, qurilishdamiz. Ha, endi bilmayman. Siz bu ochkiyda o'tiribsiz. Siz bankirlar taqadigan ochki-yu bu. Endi sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ismingiz nima aka? Yoshingiz nechida? Ismim Kamoliddin. Nechinchi yilsiz Kamoliddin aka? 72. 72. Bizni kanalni kim tavsiya qilgan aka? Qanchadan beri kuzatasiz? Ikkinchi yil ketyapti. Ikkinchi yil ketyapti.
O'zi kelganingizga qancha bo'ldi shu safar? 2 yil. Kelgandan beri kuzatyapsiz, hali ketmadi juga. Yo'q. Bir aka-ukani adabini beray deyapsiz-da. Ha, Aka nechta bilet oldingiz 57-turga? bitta. Nechi bilet raqam? Ya olmabman demak. Shu safar ahamiyat bermadim. Nimaga unaqa qildingiz? Xafanmidingiz bizdan? Yo'q. Nima deydi ani? Shunday Xudoyimdan dedim. Tavakkal. Ha. Xudoga topshirdim-u, hech nimaga qaramadim. Молодец. 22.07 bergan ekanmiz aka. Ha, xuddi shunaqa edi. Xuddi shunaqa qarabsiz-ku. Kelinim ham o'zi keling dadasi deyaptimi? Endi aytishyapti-yu, yukimiz og'irroq. Nima bo'ldi aka, ayting. Endi shu kamchiliklar bor. Ha, aytavering aka, nima endi bir dardlashib biz ikkovimiz. Asosiy oldinga qo'yilgan birinchi muammomi yo'q, bir maqsadmi nima deb ataymiz uni? Ha, bir kasal yo'qmi? Bir seryozni operatsiya qiladigan unaqa muammomiz? Ha. Nima bo'lsa yaxshi, endi joy to'p turdim endi. Nima deydikin akani, shu bekar bu shu savol tutdim deb. Uy joy bo'ladi-da, aka, Alloh rizqini hammani o'ziga bersin farzandlarini. Farzandingiz ham, nevarangiz ham hammasini rizqini o'ziga berib, u millioner bo'lib, butun dunyoda hamma shahardan uyli olib ketsin aka. Sizni samolyotga solib olib yurishsin. Bundan ijoat bo'lmaydi aka. Aka tabriklayman. Jetta VS7 degan nidorojnik sizga chiqdi aka, krossoverimiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Aka omadingiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling, shu nabiralaringiz, farzandlaringiz baxtiga charchamang aka. Ertaga kunduz yana telefonlashamiz siz bilan aka. Sog' bo'ling. Mayli aka, xursand bo'ldik sizga chiqqanda. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Shukr, Xudoga shukr aka, sizlarmisiz? Ha, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Shukr, Xudoga shukr. Aka qayerdansiz? Ismingiz nima? Surxondaryo, Boysun rayoni, Darband qishlog'i. Surxondaryo, Boysun, Darbanddan. Ismingiz nima aka? Jonibek. Jonibek. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Hozir Sankt-Peterburgda shu stroykaga ishlaymiz. Aka nechinchisiz? 88 aka. 88. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Shu Sankt-Peterburgda stroykaga. Gap yo'q. Bizni kanalni kim tavsiya qilgan? Sizni kanalda ko'p abonlar yutgan. 3 yildan beri o'ynab kelaman. Постоянно. Ha, tanish bilishlar yutgan. O'tgan yili bir yosh bola Moskvaga yutdi-ku, aytdingiz, siz sen o'li yosh bolasan, qanday kelib yutding dedingiz, ana Damazda. Ha. Akamni o'g'li bo'ladi. Mashinada borib men o'zim olib keldim nimadan? Andijondan. Ha, hozir sizga birortasi, "Ha, bu o'yin yolg'on" deganda nima derdingiz? Degan bo'lardingiz. Yo'q. Yo'q, bo'lmadi. Ahmoqmisan derdim demaysiz. Haligi bitta akanglarni qo'ygan. Sanjayga o'xshaysiz ekan, haligi qo'shiqchi Sanjay bor-ku. Men shart Sanjay ham bizni kanalda o'ynaydimikin deb xursand bo'lib ketibman. Gap yo'q. Qancha bo'ldi shu safar kelganingizga aka? Yanvarga kelgan edim, 12-yanvarga. 12-yanvarga. 57-turimizga nechta bilet oldingiz? Bitta. Nechi bilet raqam? Hozir bitta ko'rib olaygan. 700 necha edi hozir bilmadim. Tak. 726.
726. Yusufchi. Sizlarda yorug' ekan hali. Ha, bergan yo'l boshlangan. Ha, biolni ushlasiz hozir, gap yo'q. Aka, tabriklayman. Inomarkalarning videosini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Shulardan bittasiga nasib qildi aka. Quli bo'lsin, tabriklayman. Rahmat. Ya, jetavermas bu. Jetta VS deb bu Volkswagen bilan Xitoyda yangi nimasi ekan. Volkswagen motor turadi, hadovoy Volkswagen turadi. Ha, juda zo'r mashina. Surxondaryo, Boysun ketdingiz aka, tog'larda oshib. Bir atrofda aylarda ham ko'rsating, u bechoralar ham qiylanib ketdi, biz ham kinoga chiqaylik deb. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Iloyim aytganinglar kelsin, yutinglar hammanglar sizlar ham. Omadinglar. Aka, bir yaxshi tilaklar bildiring endi Surxondaryo chaqilib. Nima deymiz? Hammaga omad, hammaga nasib qilsin. Sen tashlagan pullariga rozi bo'lsin. Men ham 3 yildan beri to'xtamay o'ynab kelaman. Hamma o'yinga o'ynayman. He, gap yo'q. Shu birinchi amakimni o'g'li akam mana elektromobil yutdi-ku, Termizga olib bordingiz o'zingiz 2 tane. Ha, Honda yutgan. Ha, shu kishi ham amakimni o'g'li bo'ladi. O'sha kishi yutgandan keyin shundan beri o'ynab kelaman. Ha, bu olay. Raza efirda yig'lab borsam, raza boy odam ekan. Gap yo'q. Tog'a jiyanlar yutishuvdi, esladim, endi esladim. Juda yaxshi odam, voyenniydan pensiyaga chiqqan odam edi ekan-a? Ha, shukur. Gap yo'q. Amakimni o'g'li bo'ladi. Ertaga kunduz aloqaga chiqaman aka sizlarga. Charchamanglar. Xo'p, omadlar bersin. Assalomu alaykum. Alaykum salom, yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimisiz? Rahmat. Qayerdansiz, ismingiz nima? Qoraqalpog'iston Respublikasi Qalaq Cho'kmaga boqqanman. Ha, ikkinchi marta deysizmi yo ikkinchisini olmayman deyapsizmi? Ikkinchi marta siz bilan gaplashdim. Birinchisida qachon gaplashganmiz? O'tgan yil 28-da. Tabrik qilacağım. Qoyli. Endi boshqatdan tanishamiz endi, chunki obunachilar bilan ham Qoraqalpoq 50 qaladansiz, shundaymi? To'g'ri, Aqchaqalda. Ismingiz nima? Bizga qarab gaplashing. Yo, she'rlar ko'rmaganmi? Muzaffar, yoshingiz nechida, nechinchi yilsiz? 84-yil. 84-yilsiz. Hozir qayerdasiz, nima ishlar bilan bandsiz? Hozir Kalugada katta mashina haydayman. Kalugada katta mashina haydaysiz. Gap yo'q. Qancha bo'ldi kelganingizga? O'tgan yil noyabr oyida kelgan. O'tgan noyabrda kelgansiz. Nima yutgandingiz endi ayting endi o'tgan safar? 10 ming. $10,000 yutgansiz. Pulni nima qildingiz? Xo'jalik. Gap yo'q. 57-turga nechta bilet olgandingiz Muzaffar? 10 ta. Yo'q, mana turga 10 ta olganmisiz? Ha. Qoyli. 892 bormi? Xo'sh, yana qarashim kerak. Qarab qo'yavering, sizdan nima ketdi? 892 bor. Ha. Birinchi turibdi ekan. Bitta o'zini olsangiz bo'lardi ekan. Tabriklayman. Yangi crossover sizga nasib qildi. Quli bo'lsin. Gap yo'q. Aslida o'ylab kelgan bir ikki oy bo'lsa dam qilib olgan edim. Oylab tushganda sarazi 10 ta bilet olgan. Qoyli, risk katta qilasan. Bo'ldi endi katta risk qilmang. Bilet arzon emas. Aytdim bu 7,5 minglik biletim nimaga tez tugaydi ekan deb.
Bir Hayajon. Bayram, xudo xohlasa. obunachilarga bir yaxshi tilaklar bildiringchi qani. Obunachilarga nima deymiz? Hammaga omad. Tashakkurlardan rozi bo'lsin. Biz ham rozi bo'lib kelganmiz. Hammasiga omad. Hammasi musofirlar o'ziga to'lib toshib boshimizga o'xshab. Gap yo'q. Omadingiz bersin. Muzaffar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ertaga o'sha aloqaga chiqaman kunduzi. Salondan yozdiramiz moshinada xudo xolasa, gap yo'q. Charchamang, omadingiz bersin. Xo'p. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari, musofirdan kuzatayotgan aka-ukalar va opa-singillar. Sizlar bilan men Abdurasul, aka-uka rozg'ish kanalining admini bo'laman. Bilasizlar, 4 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz va juda ko'p avtomobillarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan, eshitgan, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti, afsuski tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolyapti. Shuning uchun iltimos shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Hamma ma'lumotlarni qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib o'yinda ishtirok etish uchun biz original Telegram kanalimizni topishga to'g'ri keladi. Hech qachon Telegramga kirib aka-uka deb istamanglar, sababi biz nomimizdan ochilgan o'nlab soxta kanallar bor. Biriga bo'lmasa biriga aldanib qolasiz. Shuning uchun nima qilasizlar? Shu ko'rib turgan QR kodda akalar, sherigilar telefonni kamerasini yoqib turishni QR kodga yaqinroq olib kelsanglar, avtomatiski akalar shu QR kodni saqlanib qiladi va Telegramga avtomatiski o'tib ketasizlar. Telegram kanalimizni yana bir topishda oson yo'li YouTube'ga kirasizlar. YouTube'ga kirib turib, post degan joyga aka-uka rozg'ish deb yozasizlar. Kanalimda har bitta qo'yilgan videolar, promoy translyatsiya, final o'tkazgan jarayonlarda videolari bor. Har bitta videoda kommentariya degan joyga tushasizlar va birinchi kommentariyani ustiga bosasizlar. Kommentariyaga Telegram kanalimizning silkasini qoldirgan bo'laman. O'zi ko'k rangda ajralib turadi, jivir-jivir bo'lib, har xil harflar bilan. Shuni ustiga shunday bosasizlar, akalar, avtomatik bizni Telegram kanalimizga o'tib ketasizlar. Siz o'zingiz ahlingiz yetmasa, tushunmayotgan bo'lsangiz, lutch riskovat qilmang. Shu bola shu gapni gapiryapti deb shu videoni qo'yib bering-da, yoshlar baribir bu narsalarga usta. Bugunda o'zida 50 ga yaqin odam soxta kanallarga aldanib qolgansizlar. Bu narsalar kuykanimdan gapiryapman akalar. Xo'sh, endi esa akalar, WhatsApp nomerda aytaman: +7 906 265 32 40. +7 906 265 32 40. Shu WhatsAppga bo'lmasa salom deb yozing, sizlarga Telegram kanalimiz silkasini tashlab beradi bo'ldi. Telegram kanaliga obuna bo'lganingizdan keyin diqqatli bilan kuzating. Har bitta qo'yilayotgan videolarga e'tiborli bo'ling. Yutuqlar ro'yxati chiqadi, biletlar ro'yxati chiqadi, o'yinga start berilgan mahal. Misol uchun 39-turga start berildi yoziladi. Yozma ravishda. Bosh sovringa $30,000 va undan tashqari 7 dona Cobalt avtomobili. Undan tashqari akalar mayda pullar deb turib, pastiga bilet bahosi 2,000 rubl, jami misol uchun 5,999 dona. WhatsAppimiz +7 906 265 32 40. Undan keyin karta raqam. Karta raqamni 16 taligini polностью yozaman va kim deb chiqishini yozaman va og'zaki gapiraman. Karta raqamni polностью o'qiyman, 16 ta raqamni va kim deb chiqishini aytaman. Shundagina pul tashlaysiz. Uzog'i bilan karta 1 soat 1,5 soatga yaraydi, blok bo'ladi. Undan keyin yangi karta qo'yamiz, u ham 1 soat 1,5 soatda blok bo'ladi. 3-kartani qo'yaman, 1 soat 1,5 soatda blok bo'ladi. O'sha shu 3 ta kartani ichida bilet ham tugaydi akalar. 3 soat ichida yoki 4 soat ichida biletlar tugaydi. Shu bilan ertasi kuni o'yin bo'ladi, indini kuni keyin start beriladi. Bilinglarki, 3 kunda bir o'yin bo'ladi bu o'yinimiz. Haftada 2 marta. Eng ko'p berilayotgan savollardan biri O'zbekistondan o'yinga qatnashsak bo'ladimi deb juda ko'pchiliklar yozasizlar. O'zbekistondan umuman mumkin emas. Taqiqlanadi O'zbekistonga bu o'yin. Litsenziyaga topshirganmiz dokumentlarni qilib, qachon chiqadi xudo biladi. Qachonki chiqqan paytda o'zim xuddi shunday video tarzda O'zbekistondan buni bu yog'i bilet olsanglar bo'ladi deb shot nomer qo'yaman, shundagina o'yinda ishtirok etasizlar. Hozircha O'zbekistonda o'yinga ishtirok etish mumkin emas. Umuman taqiqlanadi. Yevropadan ham xuddi shunday viza karta yo'q bizda. Yevropadan ham o'yinda ishtirok etishning imkoniyati yo'q. Faqatgina Qozog'iston va Rossiya akalar. Xo'sh, akalar, yana eng ko'p aldanayotganinglar men rasmimni qo'yib olib, sizlarga birortasi yozadi, telefon qiladi, aytadiki, siz aksiya o'yinimizda g'olib chiqdingiz, sizga Gentra yoki Cobalt avtomobili chiqdi. Srochno shu kartaga to'lov qiling, sizga ertaga mashina boradi. Ishonmaysiz. Birortasi sizga telefon qilib mashina yutdingiz desa ishonmang. Qachonki men bilan video vizibda 100 gaplashib, men sizni xalq ichida tabriklamagunimcha
bilingki siz hech narsa yutmadingiz. Hattoki yutgan taqdiringizda ham shu narsani bilinglar, bizda hech qanday to'lov yo'q. Mashina olayotgan paytingizda hech qanday to'lov qilmaysiz. Mashinani oldingizmi, yutdingizmi, omadingiz bersin. Bo'ldi, oldingiz ketdi. Eng kerakligi, sizning rossiyskiy kartangiz bo'lsa, dunyoda xohlagan yerda ishtirok eting. Ko'pchilik bo'ladi, otpuskaga O'zbekistonga ketadi. Kartangizda rossiyskiy rublingiz bo'lsa, Sberkartadan yoki Tinkoffdan bemalol pul o'tkazib omad sinab ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, siz O'zbekistondasiz, jiyaningiz yoki o'g'lingiz yoki qizingiz Rossiyada. Siz uchun bilet olib bersa ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. QR kod orqali Telegramga o'tib qo'yinglar.